Davom etamiz. Keyingi instrumentimiz bu razarvach. Razarvach bu ikkita instrumentni tashkil qiladi, ya'ni ikki xili bor. Razarvach vtochki yoki e, segmentdan ma'lum bir miqdordagi qismini razarvach qiladi. Demak, buni ko'rib o'tamiz. E, Misol uchun mana bu kvadratdan birontasini foydalanamiz. Razarvach komandasini belgilaymiz. Buning uchun bizlardan obyekt belgilashni so'raydi. Obyektni belgilaymiz. O'sha belgilagan joyimizdan obyektimiz bo'linishni boshlaydi hamda ikkinchi nuqtani qo'yishni so'raydi bizlardan. Mana bunday tarzda. Vaqtinchalik privyaskani o'chiramiz. Buning uchun F3 tugmasini bosaman hamda bizlarga kerakli bo'lgan miqdorda joyni tanlab mishkani bossak razarvach qilishimiz mumkin. Bundan tashqari masalan mana bunday tugatdim. Bundan tashqari operatsiyani tugatmasdan turib belgiladim. Birinchi tochka, ya'ni hozir tanlagan tochkamni boshqa joyga ko'chirishim mumkin. Buning uchun pervayani bossam, mendan bironta tochka qo'yishni so'raydi. Misol uchun mana bu o'rtasini tanlayman. Ikkinchi tochkaning ham bironta qismini tanlab qo'yishim mumkin. Buning sub opsiyasi ko'p emas, ko'rganingizdek, faqat boshlang'ich nuqtani tanlashni so'raydi. Ikkinchisi bu razarvach vtochki. Buni tanlagandan keyin bizlar o'sha obyektni qayerga bo'lsak, o'sha yerda ya'ni ajralish hosil bo'ladi. Obyektni belgiladik hamda o'zimiz xohlamoqchi bo'lgan nuqtani belgilaymiz. Hozir endi ana shu obyektimizni o'rtasidan ikkiga bo'lindi. Keyingi instrumentimiz razarvachga qarama-qarshi ravishda ishlaydi, ya'ni соединить. Darslarimizni boshida соединичni mana bu siri dostupga chiqarib qo'ygan edik, chunki tez-tez bundan foydalanamiz. Bu ikkita razarvach bo'lgan, ya'ni ikkita cheti bitta nuqtada tutashgan, lekin alohida bo'lgan obyektlarni bitta obyekt ostida birlashtiradi. Masalan, mana bu hozir bizlarda ikkita obyekt, ularni belgilaymiz hamda соединить qilsak, ular bitta obyektga aylanadi. Соединичning hech qanday sub opsiyalari yo'q. Qiziqarli, uni faqat shunchaki соединить qilinadi. Faqat bitta tomoni bor, juda ham ish paytida juda ham o'ylantirib qo'yishi mumkin. Misol uchun ikkita chiziq bor. Siz ularni соединить qilmoqchi bo'lasiz. Siz ularni ish paytida соединить qilmoqchi bo'lasiz, lekin hech ham соединение sodir bo'lmaydi. Buning sababi shunda bo'ladiki, 99% holatda sizni obyektlaringiz ikki xil o'rinda joylashgan bo'ladi. Masalan, yaqinlashtirsangiz, bittasi z balandroq, ikkinchisiniki pastroq bo'ladi. Bunda ularni mana ko'rib turganingizdek, o'rni ikki xil joylashgan. Ana shunday paytlarda har qancha urinmang, соединить sodir bo'lmaydi. Buning uchun ularning ikkalasini ham o'rni 0 da turishi kerak. Tez ishlash darslarida buni boshqa yo'li bor, ya'ni plagin yordamida qanday qilib ikki xil o'rinda joylashgan obyektlarni соединить qilishni ham o'rganib olamiz. Keyingi instrumentimiz bu обратить, ya'ni AutoCADda har bir chizilgan chiziqlarning yo'nalishi bo'ladi. Misol uchun mana bunday chiziq chizsak agar, hamda uning tipini o'zgartiramiz. Shunday chiziqlar bor, tipi har xil. Hamda masshtabini ham sal kattaroq qilamiz, chunki bizlar yuzlik masshtabda ishlayapmiz. Mana bunday tarzda. Misol uchun landshaft yoki game plan yoki boshqa arxitektura yoki injineriy sohalarda ishlayotgan bo'lsangiz agar, sizga shunday bo'lib qolishi mumkin. Mana bu strelkani qarama-qarshi tomonga burish kerak. Buning uchun bizga обратить komandasi yordamga keladi. Bu обратitni bosish orqali chiziqlarni yo'nalishini o'zgartirish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana bunday tarzda. Bu nafaqat to'g'ri chiziqlar, ham dugalar hamda aylanalar uchun ham xizmat qiladi. Hozir обратить qilsam,
To'g'rirog'i duga hamda aylanaga unchalik bu yaxshi ishlamaydi. Faqatgina mana bunday yo'nalishni o'zgartirish orqali ularni aylantirish imkoniyati mavjud. Faqatgina odatda to'g'ri chiziqlarni yo'nalishini o'zgartirish mumkin. Keyingi instrumentimiz bu copyright вложение obyekti. Bloklarning ichida hali bloklarni o'tganimiz yo'q, lekin tushuntirib o'taman. Bloklarning ichida bloklar oddiy primitivlardan odatda tashkil topadi. O'sha primitivlarni bizlarga извлечет, ya'ni tashqariga olish imkoniyatini beradi. Blokning ichiga kirmasdan interni bosamiz hamda mana bunday blokning ichidan u tashkil topgan ba'zi bir primitivlarni olish imkoniyatini beradi. Xohlasak hammasini ham olishimiz mumkin. Keyingisi очистить. Bu bir-birini ustiga turgan obyektlarni tozalashga xizmat qiladi. Masalan, mana bu yerda ikkita obyekt bor. Очистить yordamida qanaqa narsalarni tozalashni so'raydi. Okey. Hamda bizlarda bittasi yo'qoldi, ko'rib turganingizdek. Ortiqcha obyektlarni tozalash uchun xizmat qiladi. Oxirgi menyumiz qoldi, ya'ni bu порядок прорисовки. Buni siz bilan darsni boshida salgina o'tgan edik. AutoCADda obyektlar bir-birini ustiga chiziladi, ya'ni ma'lum bir ketma-ketlik jihatdan chiziladi. Misol uchun mana buni olsak, globalniy shirinasini 500 deb olsak, 200. Hamda ranglarini o'zgartiraman yaxshiroq ko'rinishi uchun. Hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz agar, eng pastida sariq joylashgan, undan keyin yashil, undan keyin esa qizil joylashgan. Bular yordamida bizlar ana shularni ketma-ketligini belgilashimiz mumkin. Misol uchun sariqni tepaga chiqarmoqchi bo'lsak, olib naпередный plan qilsak, qizildan ham eng tepaga chiqib qoladi. Keyingisi bu на задний plan, ya'ni belgilangan obyektlarni orqa fonga tashlaydi. Qizil hozir orqaga o'tdi. Keyingisi перед obyektdan, ya'ni qaysi obyektlarning oldidan joylashtirish haqida so'raydi. Avval buni belgilab, qaysi obyektni oldinga olishimizni so'rayapti. Qizilni olib okey qilamiz hamda bizlardan qaysi obyektning oldidan bo'lishini so'raydi. Bunda bizlar yashilni belgilasak, qizil, yashil hamda sariq o'rtasiga joylashadi. Keyingisi bu za obyektdan, ya'ni qaysi obyektlarni orqasiga joylashtirishni so'rayapti. Buni belgilab, sariqni belgilaymiz hamda undan keyin qizilni orqasiga joylashtirishni aytamiz hamda enterni bossak, yo'q, salgina adashdim. Qaytadan za obyektdami sariqni tanlaymiz hamda probelni bosib tasdiqlaymiz hamda qaysi obyektni orqasiga tashlashni so'rayapti. Bunda qizil chiziqni belgilab, probelni bossak, sarig'imiz qizil hamda yashil o'rtasiga joylashadi. Keyingi opsiya bu tekst na передний plan. Chizmadagi hamma tekstlarni oldingi fonga tashlaydi. Keyingisi razmer, ya'ni hamma razmerlarni oldingi fonga tashlaydi. Keyingisi hamma выноскаlarni oldingi fonga tashlaydi. Undan ham keyingisi hamma annotativ obyektlarni, ya'ni tekst, razmer hamda выноскаlarni chizmaning oldingi foniga tashlaydi. Hamda eng oxirgisi shtrixovkani orqa fonga tashlaydi. Buni juda ham ko'p miqdorda foydalanganligimiz uchun mana bu oldinga, orqaga, obyektlarni oldiga yoki obyektlarni orqasiga yoki shtrixovka orqagani bыстрый доступ paneliga olib chiqib qo'ydik, chunki bu bizlardan bir necha qadamni yo'qotishga sabab bo'ladi. Misol uchun, bitta shuni oldingi fonga tashlash uchun men redaktorimni ochib, bu yerdan порядок прорисовкani ochib, напередный plan qilishim kerak edi. Endilikda esa bu shart emas. Misol uchun, sariqni olib, mana shu yerdan передний plan qilaman. Bo'lmasam tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Shtrixovkalarni hammasini orqa fonga tashlaydi, chunki odatda shtrixovkalar orqa fonga turadi. Demak, redaktorimni bo'yicha hamma instrumentlarni ko'rib chiqdik. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak, порядок прорисовки menyusi
kontekstli menyuda ham bor. Buning uchun obyektni masalan belgilaymiz hamda mishkaning o'ng tugmasini bossak, mana bu yerda porядок прорисовки bor. Bu yerda ham oldinga yoki orqa fonga tashlashimiz imkoniyati bor. Bundan tashqari redaktor menyu instrumentlari ham kontekstli menyuda bor. Стереть, переместить, копировать, масштаб hamda повернуть komandalari bu yerda joylashgan. Sizlarga bu hammasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.